Ana ko'rganingizdek, xo'sh, ko'pchilik insonlarda har xil savollar tug'iladi. Ya'ni YouTube'ga video joylaydi, lekin 100 tagayam yetmaydi yoki 100 tadan o'tadi, 1000 ga yaqin bo'lib qoladi yoki 1000 tadan zo'rg'a o'tib qoladi. Shu kabi muammolar hozir ko'pchilik insonlarda, salkam 90% odamda shu muammoga duch keladi. Ya'ni obunachilar ham kam keladi yoki umuman bir paytlar kelmay ham qoladi. O'sish umuman 0 bo'ladi. Kimlardir bundan 1 yil ilgari yoki 2 yil ilgari yo 10 oy ilgari kanalni ochganu, lekin natijaga hali ham yetmagan bo'ladi. Kimlardadir haliyam 200 ta yoki 300 ta obuna bilan qolib ketadi. Tak, endi bu savollarga bugun, ya'ni nima qilish kerak degan savolga bugun javob berib o'taman. Ya'ni avvalambor siz YouTube kanalini to'g'ri ochib olishingiz kerak. Hozir judayam ko'p har xil nomni tanlab oladi, ochib oladi-da, keyin bo'ldi, men kanal yurityapman, youtuberman deb o'zini o'ylaydi va tamom. Video joylaydi, natija 0 bo'ladi. Haligi aytganimdek, 50 ta ko'rib qoladi, 80 ta bo'lib qoladi prosmotrlar soni, layklar ham unchalik yig'ilmay qoladi. Umuman o'sish past bo'ladi. Biz avvalo ya'ni YouTube kanalimizga to'g'ri nom tanlashimiz va kanalimizni chiroyliroq qilish uchun unga profil rasmiga e'tibor qaratishimiz va kanalimiz haqida tavsifga e'tibor qaratishimiz kerak ochganimizda. Bu to'g'ri profilga rasm va kanalga tavsifni esa men sizlarga ChatGPTdan foydalanishni maslahat beraman. ChatGPT orqali siz bularga osonlik bilan yechim topsangiz bo'ladi. Kanalingizni ochib bo'lgandan keyin sizlar darrov nima qilasizlar? Video joylab yuborasizlar. Bu esa noto'g'ri. Siz kanalingizni ochganingizdan keyin avval uni nastroyka qilishingiz kerak. Nastroyka qilib bo'lganingizdan keyin esa video joylashingiz kerak. Videoni qanday qilib joylash kerak? Video joylashning ham o'z qonun-qoidalari bor. Misol uchun kimdir qisqa nom qiladi, ya'ni rep deydi yoki obuna deydi yoki qandaydir bir nom o'ylab topadi, qisqagina qilib, keyin joylab yuboradi. Uning na sarlavhasiga e'tibor qaratadi, na uning muqovasiga e'tibor qaratadi joylagan inson. Keyin esa natija bo'lmagandan keyin, nimaga u odamning YouTube videolari osmonga uchib ketyapti, meniki uchmayapti degan savol qiynab, keyin u kanal qolib ketadi. Qolib ketmaslik kerak. Ya'ni siz nima qilishingiz kerak? Videoga misol uchun siz qandaydir video tayyorladingiz yoki Instagrammi yoki Pinterestmi, Snapchatmi yo bir boshqa bir joydan, bir saytlardan bir video topib, uni montaj qilib, keyin joylaysiz yoki kimlardir uni montaj ham qilmaydi, shunchaki oladida joylab yuboradi. Xo'sh, bular ham noto'g'ri. Albatta, siz uni montaj qilishingiz kerak. Ya'ni montaj qilishda men o'zim foydalanadigan dastur bor. Ya'ni bu CapCut ilovasi. Men CapCutdan foydalanaman. Albatta, o'zim CapCut orqali videolarni montaj qilib o'taman. Keyin esa joylayman videoni. Video joylashga keladigan bo'lsak, endi men sizlarga ochiqchasini aytaman. Siz to'g'ri nom va sarlavha, kerak bo'lsa hashtag ham ishlatishingiz kerak. Albatta, siz hashtag ishlatishni unutmang. Hashtag bu videoning asosi hisoblanadi. Muqova esa bu videoning sirtqi, ya'ni tashqi ko'rinishi hisoblanadi. Uning, ya'ni nima desam, jozibasi deb hisoblasak ham bo'ladi. Muqovani ham to'g'ri tanlashingiz kerak. Muqovada men ko'pincha ChatGPTdan foydalanaman. Siz ham ChatGPTdan muqovani tayyorlashda yordam olsangiz bo'ladi. Xo'sh, sizda endi muqova bor, sarlavha, hashtaglar bor. Xo'sh, endi sizga savol. Hammasi bor deyapsiz-ku, lekin yo'nalish nima? Siz yo'nalishga e'tibor qaratishingiz ham kerak. Misol uchun, kanalingiz qanaqa yo'nalishda asoslangan bo'ladi? Ya'ni siz odamlarga nima bera olasiz?
Odamlar sizning videoyingizni ko'rib nimasiga layk bosishi kerak yoki nimaga obuna bo'lishi kerak? O'sha jihatlarini ham o'ylab ko'ring-da. Faqat videoni joylab turib, bo'ldi, men video joyladim, endi minglab layklar yig'iladi, prosmotrlar ham minglab bo'ladi degan ham xayolga umuman berilmang. Siz auditoriyangiz nimaga asoslanganligi haqida e'tibor qarating. Misol uchun, siz kanal yaratayotganingizda, ya'ni u fanniy yo'nalishimi yoki memes yo'nalishimi yoki motivatsion yo'nalishimi yoki romantika yo'nalishimi yoki futbol yo'nalishimi yoki xabarlarmi, shu yo'nalishni aniqlab oling. Yo'nalishni aniqlab bo'lganingizdan keyin esa siz o'sha yo'nalishga mos video tayyorlaysiz. Keyin esa o'sha, misol oddiy qilib, men o'zim motivatsion video, ya'ni kanalim ham motivatsion, ya'ni zarba plyus, hayotga zarba berish kabi. Mening kanalimning yo'nalishi shunaqa. Men faqat motivatsionniy videolar montaj qilib, uni aforizmlar va har xil statuslar yozaman-da va joylayman. Shuning uchun hashtag ishlatayotganimda ham hashtagimda doimo motivatsion, manipulyatsiya, status, aforizmlar va hokazo kabi hashtaglarni men ishlataman. Keyin esa hashtaglardan to'g'ri foydalanganingizdan keyin sizga YouTube sizning kanalingizning yo'nalishini aniqlaydi va hashtaglar orqali videoyingizni rekka chiqarib yuboradi. Aytgancha yana bitta narsani aytishni unutayozibman. Sizning boshda yangidan ochilgan kanalingiz, ya'ni uni YouTube kuzatib boradi. Bir hafta kuzatadimi, bir oy kuzatadimi, YouTube sizning yo'nalishingizni aniqlashi uchun albatta videolaringiz kuzatuv ostida bo'ladi va uni odamlarga tarqata boshlaydi. Sizning yo'nalishingizga qarab. Misol uchun, menda boshda 5-6 ta video joyladim, unda unchalik natija bo'lmadi. Keyinchalik sekin-asta natija bo'la boshladi. Ya'ni YouTube mening yo'nalishimni aniqlab, keyin uni odamlarga uzata boshladi. Siz yangi youtuber yoki yangi kanal ochib endigina faoliyat boshlayotgan bo'lsangiz, shuni unutmangki, sizda boshda o'sish hamma vaqt judayam past bo'ladi. Lekin ishonamanki, siz hafta davomida yoki oylar davomida harakatdan to'xtamasangiz va men aytib o'tgan narsalarga to'g'ridan to'g'ri amal qilsangiz, albatta sizda natija bo'ladi. Mana meni bunga misol qilib ko'rishingiz mumkin. Hech ham to'xtamang. Faqat doimo oldinga harakat qiling. Mening aytib o'tgan narsalarimga diqqat bilan e'tibor berib, videolarni to'g'ri joylasangiz, albatta sizda yaxshi natijalar, judayam yuqori yoki yaxshidan ham judayam yuqori natijalarga erishasiz. Hattoki mendan ham kuchli youtuber bo'lib ketasiz. Men bunga ishonaman albatta. To'g'ri, bu oddiy gaplardir, lekin bu sinalgan usul. Mana kanalimning ham ochilganiga 4 oy bo'libdi. O'zimni o'zim tabriklayman. Bilaman, sizlar ham tabriklaysizlar. Xayr, sog' salomat bo'ling. Sizlarni doimo yaxshi ko'raman. Xayr.